Assalomu alaykum, hurmatli Bo'ston Makler kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda 30 so'tki yer maydonida joylashgan yer joy bo'ladi. Ko'rib turgan arqamda ana shu joy bo'ladi. Joyimiz eski. Xohlasanglar olib buzib solsanglar bo'ladi. Yer narxida qo'yilyapti. Endi narxidan kelsak, narxi bunda qimmat emas. Lekin poka времени olib yashab turaman desanglar, 3 xonali domni pulini qo'yib xudo xolasa. Joyimiz ko'rib turganingizdek, ana shu tashqi fasadi, allarida yerlari bor. Suvni sahasında joylashgan, yaptım bo'yinda. Şöyle yap o'tgan yandan yerlari yaxshi. Mol boqaman, qo'y boqaman, dehqonchilik qilaman deganlar uchun ajoyib taklif. Lokatsiyasi ham yaxshi yerda. Uyning ichki obzorlari bilan tanishtirib chiqamiz. Şimdi kirish darvozamiz. Ko'chadan kirganimizda mana shunday katta pajani xoti bor. Ağaçlarına e'tibor berasizlar. Agar buzib solaman desanglar ham biroz material chiqadi. Ağaçlari barchalik vaqtida yaxshi ağaçlar bilan bostirilgan. Yani shunday xonalar ham keng qilib ishlangan. Bu tarafimizda ko'tarma pol qilib, oilaga o'tirish uchun shunday ayvoncha qilib qo'yib ekanlar. Orqaga qarang katta oynasi bor. Bu tarafimiz oshxonaga chiqish bo'ladi. Uyimiz ana shu paxsaning bu yoq tarafida bo'ladi. Har yoqni birini ikkiga bo'lib o'tir ekanlar. Uyimizning shunda o'ng tarafga kirganimizda yerimizda katta ana shunday bir mehmonxona hisobida ayvoncha etilgan, lekin mehmonxona qilib foydalansa bo'ladi. Общий xonalar soni 5 xona bo'ladi. Pajani xoti, ikkinchi xonasi ayvonchasi, so'ng 2 dona spalniy bo'ladi. Spalniyimiz ham xonalari keng qilib olingan, ko'chaga qaragan oynasi bor, go'ngra pechlar bilan jihozlangan. Pollar ham yaxshi, zo'r pollarga gap yo'q. Ikkinchi spalniyimiz bu ham razmerlari keng, pol patologiya ishlangan, ko'chaga qaragan oynasi bor. Agar shu lokatsiyadan yaxshi yer qarab yurgan tanishlar bo'lsa olib turib buzib tashlab yana qaytadan sasangiz bo'ladi. O'zimdan ham biroz material chiqadi buni. Endi oshxona tarafdan tanishtiraman. Bu tarafimiz oshxona. Shunday chiqqanimizda katta oshxonasi bor. O'choqlari, pech, hamma narsasi bor. Bu yerda gazdan muammo bo'lsa ham, lekin to'qdan, suvdan, Wi-Fi'dan hech qanday muammo yo'q. Bu orqa hovliga chiqish bo'ladi. Orqa tarafdan ko'rsataman. Orqaga chiqqanimizda ana shunday hozir naves bor. Yan tarafında splashning navesi var. Katta ko'tarma pol qilib, supa qilingan. Ağaçlar ham, xodalar ham yaxshi-yaxshilaridan bostirilgan. Tamam, masalan, yashamay turib buzib qaytadan tozalay solaman desangizdan ustidan biroz material chiqadi. Bu tarafimiz yap o'sib turibdi. Suvdan muammo yo'q. Yapning tiyinda joylashgan. Mevali daraxtlari ko'p. Mana ko'rib turibsizlar, mana mevali daraxtlarning hamma narsasi o'nib o'sib chiqib turibdi. Bu tarafimizda mana dehqonchiligini ko'rsanglar bo'ladi. Bu mal xoralari bor to'rda. Ajoyib. Gap bo'sh mumkin emas. Yeri yaxshi yer. Mana hamma narsa ko'karib, gullab turibdi. Mana karamlar ham, tarvuzlar ham yaxshi gap bo'sh mumkin emas. Sizlar endi orqa tarafida baliq hovuzi bilan tanishtirib o'taman. Baliq hovuzlari bor ekan bu yerda. O'choqlari. Shunda uyning qapqoniga tushib kelganimizda mana otizlarni ko'rib turibsizlar, mana ko'p yer maydoni kenglikda joylashgan. Bu yeri hovuz ekan. Suv oynaladigan bu yerdan. Mana bu tarafı baliq hovuz ekan. Balıqchilik sahasini tushunadigan odam bo'lsa, zo'r foydalansa bo'ladi. Bu taraflar ham mana mol boqish uchun ajoyib zo'r yerlar. Bu tarafdan kladovkasi, molxonasi, qo'yxonasi, tovuq boqish uchun hamma sharoitlari bor. Bemalol kelib batafsil o'zlari bilan tanishaverasizlar. Do'stlar, manzilimiz Ellikqal'a tumani Do'stlik ofisida bo'ladi. Bu videoni Do'stlikda yashashdan tanish bilish og'aylarga tashlab qo'yamiz. Do'stlik ofisida Qo'sh Sohil ko'chasi 43-uy bo'ladi. Yapni bo'yinda uglovoyda joylashgan yer maydoni 30 sotik. Endi sizlarga nereden kirib kelishlarini hammasini tushuntirib o'taman. Do'stlar, orientir tushuntiradigan bo'lsam, katta trassadan Gujimdan kirib kelasizlar, Dayo servis yonidan tur kirib kelasizlar, kirib kelganingizda Qoyapuldan o'tib tur kelib, şimdi 27-maktab bor. 27-maktabdan o'tganingizdan keyin o'ng qo'lingizda podstansiya bor. Şöyle karbid zavod bor. Zavod tiyindan yapni bo'yindan kirib kelganingizda ana shu Qoyapul, mana shu birinchi joy. Qo'sh Sohil 43-uy bo'ladi. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Do'stlar, narxini kelsak, narxini egalari bilan kelishib 20 ming dollarga qo'ydik. Qatib qolgan narx emas, ustida kelishlarda payg'asi bor. Bemalol kelib savdolashib olaverasizlar. Bu videoni
Dostlukta turatan tanış bir şeyge taşap koyamiz. Shunday day öz servisinden kirganingizdan keyin 27-maktabga 10 qo'lingizda o'tganingizdan keyin 10 qo'lingizda yashil zabor bor. Fotostansiya. Ana shundan yaptım oyuna kirib borganingizda chap qo'lingizga qarab borsangiz, yana paya bilan tushgan yerda qo'sh saqli 43-uy bo'ladi. Birinchi uglovoy joyi.